Noriqalda Suvlar havza boshqarmasi dual ta'lim yo'lga qo'yilgan bo'lib, shunda institut bitiruvchi talabalarimiz bilan birgalikda faoliyat olib boryapmiz. Dispetcherlik markazida amaliyotimizni olib o'tyapmiz. Bu yerda biz hozir kanallar to'g'risida, u yerda qancha suv keladi, boshqalar haqida ma'lumot olyapmiz. Bu kanallarga o'rnatilgan aqlli suv o'lchash qurilmalari haqida, keyin tumanlar ekinlarni sug'orish uchun olayotgan suvlar haqida barchasini monitoringlarini olib o'rganmoqdamiz. Men kelajakda o'z bilim va ko'nikmalarini oshirgan holda suv xo'jaligiga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Bunda studentlarimiz amaliyotga chiqilgan, ustoz shogird bo'lib, har bir o'quvchiga yo'nalishlar bo'yicha ustozlar biriktirilgan. Bunda amaliyotchilarimizga Andijon viloyatidagi asosiy manbalar, kanallarimiz, obyektlar, suv inshootlari hamda suvni hisob-kitobi, monitoringlari o'rgatib borilmoqda. Hozirda amaliyotlarimiz juda yaxshi bo'lyapti. Bizga biriktirilgan o'qituvchilarimiz juda chiroyli bilimlar beryapti. Ammo nazariya o'rganganlarimiz bilan amaliyotni birlashtirib, dual ta'limda juda chiroyli o'tkazyapmiz. Har qanday qurilish sohasini, suv sohasi hisob-kitobi, suvni yetkazib berish, monitoringi o'rgatib borilyapti. Ularda qiziqish bor, suvga bo'lgan. Chunki suv bu hayot degani, har bir tomchida hayot mujassam. Shu sababli suv tanqisligi sharoitida suvni aniq hisob-kitobini yuritish bo'yicha o'zlarida ham qiziqish bor. Suvni qanday yetkazib berish, qanday boshqarish bo'yicha albatta qiziqishlari hisobga olingan. O'zlarida qiziqib, har kuni bilim va malakalar oshib borilyapti. Avvalo, kattakon rahmat aytardim va shunday yo'nalishlarda keng imkoniyatlar ochib berishini yana so'rab qolardim.